Madina bilan Timur birga videolar olishadi, ular sevishadi. Kontent olishimiz bu shunchaki birinchi o'rinda ish. Xullas, bugun o'rtoqlar hamma savollarga javob beramiz. O'tgan videoda oyim qo'ygan videolarda rosa kommentariy, har xil kommentariyalar keldi. Asosan o'sha Madina bilan Timur birga videolar olishadi, ular sevishadi, lekin siz shunchaki partnyor deyishyapti. Nima deysiz o'shanga? U yerda o'sha montaj qilinganda u o'zi sizlarni aybinglar bo'lgan, kesib tashlabsizlar. Ertaman aytganmanki, nimaga Madina bilan olmaysiz, faqat Osiyoni gapirasiz, Osiyoni qo'yasiz deganda, men Timurni partnyori Madina. Ertaga u hamma narsa Allohdan, agar taqdiri bo'lsa nimaga yo'q degan joylarni olib tashlabsizlar o'zlaring. O'sha joy qolib ketibdi. Ko'p odam yozdi, unaqa emas, xotirjam bo'linglar, hammasi chotki, prosta video noto'g'ri joydan kesilib qolgan. Timur bilan Madina nima unda kontent olyapti, uylansa, tarbiyalarga to'g'ri kelmasa, inson xotirasiga borib uylansa deb turib, menimcha Osiyoga aytayaptilar. Ha, yo'q, ko'pchilik mana shunaqa adashgan. Osiyoga katta o'g'lim. Men kichkina o'g'illariman. Men emas, akamlar uylanyaptilar.